Gazi'nin Torkun Terbiyeleş Merkezi hemmimizin hazinesi. Ko'zimiz sizning ozroq ko'ramdi yoki qattiq ko'ramdi? Yo, faqatlam ko'maydi. Faqatlam ko'maydi. Ko'zim qarisi yo'q ama. Ilon Mask'tagi amalga oshirmagan ba'zi ishlarni amalga oshirib qo'yibdi hozir. Buni o'zi o'rni yaxshi-ku, ha? Aha, to'xtab qo'ying mana. Mana sizning bolamiz shuma? Sizga jamoatda chiqqan qo'shlar o'qib turgan bolamiz shuma? Sho. Siz mashinalarni o'tkazib mana shu kiramakanga bergan. Aqsta. Bak to'xtab mashina ham jiqqibning ichida. Muştan to'xtab mashinalar sizga remontga mashinalarmi? Ha. Hozir mush bu jumaga tekshirib 5 minut ishvadi. Bu 270 ga yetadi deb doktora. 260 yoshga tok tushgan jog'likim to'xtalib mangmaydi. Ko'zingiz sizning ozroq ko'ramdi yoki qattiq ko'ramdi? Yo, faqatlam ko'maydi. Faqatlam ko'maydi. Ko'zim qarisi yo'q emasmi? Sizning hozir ma'q qilayotganingiz bu cho'qqin bu ko'z bo'lmasa bo'lmaydigan ishlar, uning uchun internет xatarlik. To'xtab ketishi mumkin. Uning uchun siz to'kni o'shtirib qilgansiz, to'xtatib yerda bakashna bu. Siz hamda bu qanday bir his qilib ashna qilaysiz hamda? Siz orqali qilaman. Siz orqali his qilsiz ashna. Siz mashinadagi markalarni qanday bilasiz odatda? Mashina markalarni o'g'alni o'g'il solmay, shu mashina uyam-uyanga shu ayol haydab mangda, men yonda o'tirman. Va odat oilamda shu ko'z saqadimliklikka mashg'ulot qilaveraman. Mayli kompyuter, mayli deyish, mayli mashina Demiz kullaşırız. Yan bardağı şu. Gezmez birden muhtaç. Şu ayol bulla bardağı yoki alağın degendek. Hozir mashinasiz qanday to'xtalasiz joy o'rniga? O'ynashi o'zim aşağıya haydab ichiri yurman. Chaqchaqlatasiz. Ya chaqchaq emas. Sizlar biz mashina o'zingiz haydab ko'zingiz ko'mga qolasiz. Ya alıcamalim şu. O'yna ishida mashina oldim eshon olmasa mashinani aysha mishani yandırıp aldığını eşan qilib, naq tayyorlab retlab qilavermay o'tkazib bo'lmasin. Hozir men bilan o'zingiz shuncha uchun ko'tarib mashinani cho'yga ashani qilaversiz-da. Men tayanam ben turamda? Hemen adetim şu kündür tokullam işiltimi. Kündür tokun işiltisiz? Va uyingizga ma? Siz 30 tal taxta var. Bu da mani to'liqlayim deb mani keldi etgan. Nerede taxta var, taxta nerede? Şu bizde ikinci qavat. Siz odatda ma sirtdan to'k ishlatmaysiz. Yo'q. Hozir mashinaga kündürning to'kilan to'qashatsizmi? To'qashlarida bir chiqib qo'yadi. Elon Musk'tagi amalga oshirmagan ba'zi ishlarni amalga oshirib qo'yibdi hozir, ha. Siz chiqmisiz o'latda? Ikizga bu. Mana to'q mashinalar qarsanglar. Ko'zim 2000 yildan tortib hozirga qadar faqatlam ko'rmaydi. Doktorninki taraqqiyoti hozirgidek bo'lmagandan keyin chiqqatim ko'zning oqni qirdilar. 95 dan hozirga qadar davo bo'lmadi. Ismingizni bilgan chog'ingizda o'sha atrofdagi narsalarni ko'ra olamsiz hozirroq? Ko'rdim. Nechinchi yil ko'ra olamsiz? 92 ish ko'rdim. O'zim go'yobus kuyibdi ekan, o'zim go'yobus tepilmagan ekan. Va LED chiroq bilan go'yobuni bir to'lam qochildik mana. Masalan, mush national system suyulibga sistem yozilgan. Televizorni o'zingiz remont qila olasiz hozir. Men buni 1996 dan hozirga qadar mushrimchilik qilgan. Asosan mush tokkida yer alamjamadim. Har qanday burun hem de mada oraydigan ishni qildim, hozir yetish bilamagan ekan. Mada oraydigan ishlarni bo'shan gaz qajlaydigan anda ishlarni yetish bilamay uni tashlab etdim. Asosan hozir men qiziqishim to'qiq mashina qildim. To'qiq mashina qiziqsiz. Shu hujum shuning bilan bo'ladi hozir. Mana nimki? Nimeniki eynek kelgan deb qo'yamiz. Mashinaniki. Jaxsiniki. Jaxsiniki. Buni Jaxsinikini qanday bildingiz sizlar? 2011ninki 4 kuchlik Jaxsiniki, Jonxayninki kelgan. Eynek kelgan. Zat to'qiq mashina doiri har qanday saymani qo'lam oldim o'qiman. Mening ancha mo'sh to'qni remont qilish jarayonida ko'zingiz ko'rmay sababdan bir vaqtim to'q tepatga ahvol bo'lib qoldi. Voy jiq. Odat edigini yog'mi shiqqatim to'q so'qdi. Qan to'qda mashina. Hozir shu Tayandan benden çıkan tokkadı yürüyen nesin mağazır. Biz bakar balama yana. Abiyattın 4 kilowatt tok çıkırıp da hazır. Haptap feslap koygan bolsa onu fesli de koy. TV 1'den 787 watt çıkıyorduktu. Anısken TV 2'den 520 watt tok çıkıyorduktu. Demek hozir taxminan 1 kilowattdan jiqra tok chiqibdi. Hozir shu bu yerdan o'zdan simini chassak tatalaydi. To'qiq mashinani siz quyosh energiya batareya taqsini o'rnatib, shu arqali to'qashyapsizdan hisob. Buni o'zingiz o'rnatdingizmi hisobda? O'zim o'rnatib, osh tegidi 20 tasım var, shu o'zim retlab bo'lgansim. Simni retlaksiz de qapqan bo'ldim taqsimni. Ismi nima? Ömer. Qancha to'qaysiz hozir? 6-da. 6-da to'qaysan. Men har qitimda shu Ramacha ustam ba'zi narsani so'ragan vaqtda balisi izil yindida
Cemaatçılık qanday kaşıttı deb so'rasam, bolasi ash cemaatchini chatqandan keyin bolasi o'qib turdi, kashilni. O'qib bergandan keyin bu kashlik qarta siz buni diagnoz qo'yasiz shunaqmi? To'g'ri. Demak bu siz ko'zingizdan ayrilib qoldingiz, lekin yiningizda bu ko'zdan bir tomliq bor. Albatta bu ko'z taqadim yaxshi ko'z ma'u. Men shunchalik hozir gaplarimizga qolashmayotdi. Bugun bu intayin bir ta'sirlik oila ekan bu. Shunchalik bir mehr muhabbat to'lgan. Siz 99% adam qilamagan bir ishni qilibsiz. Bir mavjud xarakterlik bir ishga. Siz chiqmisiz o'latdi. Ta izga bu. Nima to'qqiz mashinalar qarsanglar. Ma tayog'ini ben qaranglar hozir. Nega? Bay ko'rsak biz aptab chiqqan vaqtda qancha quvvat to'qishar ekan, to'qishar ekan. 11 kilovat. 11 kilovat. Aptab yaxshi chiqqan vaqtida. 3 mashinani bir vaqtda men cho'ng qilib to'qashar bo'ldi degan chiqqan to'q. Hozir ma birinchi avlod sizniki. Ayak ikkinchi avlod qo'ydingiz hozir. Direkt mushtan hammani siz hozir o'rnitib ish qilish bo'ldi ha? Ko'rdik-ku, hozir Elon Musk o'tirib qo'ygan bir ma'vu turdami ishlatishnagu? To'liq amnish bo'lmagan. Ammo shu Qashqa viloyatiniki, shu Yangsa degan nayiniki bir yesidagi ma'vu ko'zi ko'rmaydigan bir ustam hozir shu turni hozir emlashtirib o'zining o'yisida ishlatibdi. Ana ma'vu raslan bir mavjud xarakterlik bir ishkan. Har qanday bir odamniki o'g'nishga arzdek bir ruh kamal ha. Endi kechgacha aptab tushirganda-mi? Buningga hozir ham bir texnikani qo'llanayapmiz. Mush kunlar qayon qushlansa shu oldini o'zi ashan qildigan. Musha rels jozi qilib shunda o'rlashtirmoqchi. Hozir bir tal taxtini ayna qilib sinaq qilib bo'ldik. Endi cho'qim bexatarlik bek muhim. Agar keyingi mush to'g'ri zakaz qilib qolsangiz, mush to'g'ri ish qilganlarchi, lekin cho'qim bexatarlikni zakaz qiling. Bo'lsa siz odam ishlatib, bunda ishani odamlar qilsin, siz texnikalik yerlardan qilib bersangiz, endi mush Yangsa Qashqa tarasidagi mushning qiziqadigan do'stlar olib qolsanglar, mush ramacha ustamlar aloqalasanglar bo'ldi. Agar aloqasini bilsanglar, bizga ayrimchilik qilsanglar biz deb birimiz mush o'zinglar mushtaq uskuni o'rnib qolsanglar, sizlar ma'vu to'q mashinalarniki to'q qashashqa pul xarjlamaysiz degan gap ha. Endi ma'vu hozir bu ko'z ko'mgan, to'liq ko'mgan holatda ana bu kasbni mashlik qilmoq ish qilib bu bir minut bir mavjud xarakterlik bir ishga. Siz agar xohlab qolsangiz, vaqtingiz bo'lib qolsa, har vaqt siz Urumchiga borsangiz, biz butun berib kelish kiroyangizni tortib, shu yerdagi yotqingizni, tomoqingizni, butun narsangizni biz yonimizdan pul chiqarib, siz o'sha qancha vaqt bo'lsangiz shu yerda emniyat tarbiyalashga qatnashishingizga men taklif qilaman. Agar ko'zim ko'maydi dedingiz, lekin men qaytib kallamda ishonmadim-chi bu narsaga. Men cho'qim qaytmak ko'nglimda o'yladim, sizning ko'zingiz ozroq ko'rdigan o'xshaydi, lekin ozroq ko'rib iliq ba'zi narsa his-qiladigan o'xshatsam qattiq ko'maydi, lekin shu holatda siz bunday qo'yibsiz. Mushliq taban meni eng qoyil qilgan bir ko'rinish oldi bugungi holatni ko'ribchi. Shu dunyoda dangliq bir yozuvchi bor, Xelinkilar degan shuningki bir dangliq gapi bor. Hayot sen uchun bir eshikni yopgan vaqtda cho'qim bir derazni ochib qo'yib qo'ydi degan. Shuni o'xshash balkim ba'zi sabablar tufaylidan ko'zingiz nurdan oqibdi, lekin sizning nurdan yana bir sipakanlik o'zingizni tirishalik asosan nurg'un boshqa normal odamlar qilmayotgan nurg'un ishlarni qilibsiz. Men sizdan bugun nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Endi hayotda cho'qim biz niyatni bog'lasak qilmaydigan ish yo'q ekan. Siz qilib ko'rsatib qo'ydingiz bizga nurg'un ishlarni. Endi bizningki tirishmaslikqa bizning qilolmayman, u bu qiyinchilik bor deydiganga hech qanday haqqimiz yoki hech qanday bahonamiz qolmadi. Maqsadimiz biz Janubiy Shinjong safarimizda birinchi bekat Qashqa, undan keyin biz Oqsuv, Xotan degan ekanlarga boramiz. Sizga o'xshash mushtaq izlanayotgan mustahada, davomli o'rganayotgan, izlanayotgan, tirishchan mushtaq kasbdagi ustamlar olib qolsa, shularni qo'llash, shularning tashviqotini qilib berish haqida ash plan bilan kelgan. Birinchi bekatni emas, ko'nglimni pukib kelgandan birinchi bekat mishada bo'ldi. Rahmat. Sizniki hozir va do'koningizda sizning nima qanday qiyinchiligingiz bor men desangiz, men men sizga bir ish qilib beray. Ashundan mana. Rahmat. Sizga nima ish qilib beray? Rahmat. Sizni avval qilamanmi? O'zingizdan sizning nima hozir qanday ish qanday narsalar qilmoqman shuni qilib beray. Men shu mashina sinaq qilgan joyimiz siz jondan qilgan uskundan birini qo'yasiz. To'qashadigan ustun shunaqa. Qo'yachonda shunaqami? 25 kilovatlik qo'yachon uskunasi bo'ldi shunaqa. Bo'ldi. Unda bo'lsa men sizga 25 kilovatlik qo'yachonda to'qashadigan uskundan birini men sizga kirasini o'zim to'lab mishaga men sep beray. Demek dadam ishni xato qilib uchun seni Apple deyishnami? Dadam bilan odatda bitta ishga qachon urishib qolamsan-chi? Ancha urishib qolsa shundami? Remontchilik qilg'ashani qilalamda, masalan, mashinaniki chuviydigan qashqashani qilalamda. Qiladi. Hozir shu mashina hozir esib Jo'sonjida. Temponi tushirib mashinaniki Tokyodan tekshir desam, tekshiradi. 10 minutda temponi tushirib echib bo'ladi. Mush bala. 11 yoshlik bala. Ha. Sizningki
dadam bir qahramon dada. Endi gerçi ba'zi xatoliklarning tufaylidan seni ancha-muncha tanqidlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo sening dadam ashula bir qalti so'ydiki, dunyodagi 99% dadalar qilmayotgan ishni qilayotgan dada. Mesela biz dadamni deb biz Urumchidan 1500 kilometr yo'lni besib misha keldik. Ammo nurg'un do'stlar seningdek dadasi bo'lsin orzu qilsa, lekin nurg'un kichik bolalarniki o arzusi amalga oshmagan holatda turibdi. Shunga dadam balkim ba'zi vaqtda seni ancha-muncha sen taxidimmi, o'zidimmi indaq mukammal, o'zidimmi ashunday tirishchan, cho'ng ishlarni o'ziga chiqaradigan ashunday bir odam bo'lsin degan ashunday bir niyatni, orzuni ko'ngil tutganlik uchun sen ancha-muncha sen talabni qattiq qo'yib ancha-muncha sen tanqidlash mumkin. Siz cho'qim sen birinchi qildigan maktabda cho'qim yaxshi o'qishing kerak. Maktabda yaxshi o'qisang, bundan keyin nurg'un cho'ng-cho'ng ishlarni qila olaysan. Sening birinchi vazifang yallam o'qish. Jumi, bo'lamdi? Көз көрмей тұрып, тоқтық машина ремонт қылдыған ұстам və onun 11 yaşlıq remontçı oğlunu vədimiz boyunca Ürümçiyə gəldik. Bular neçə gündən beri məş kurs dərslər qatnışatıdı. Özünün gözündən ayrılıb qalğan bilən miyə deyən közün yəni birisi var. Əgər bu köz birlik gəlməsə, bu ustam texnikini yaxşı öyrənməslik mümkün. Şuna hər ikisi birlik gəldi. Bugün məş kurs qatnaşqanın ki 5-ci günü aldığımızda sizinki yoxlab bağlanacağımızda közünüz körmey тұрып, nurg'unlagan qiylaqlarısı intihayın yuqur bolğan remontçılıq məşqlərini qılıb, ondan başqa quyosh energiyalik batareya taxtası o'rnatib, ishlarni qilganligingizni biz to'g'ri yo'llagandan keyin nurg'un kishilar sizdan intayin hayron qoldi. Nurg'un kishilar sizga barakalloh o'qidi. Mening o'rganish ahvolim yaxshi. Men bilan tushunib qoladim, men shunaqa men ilgirlash bor. Sirtda burunqidan ilgirlash bo'ldi shunami? Ömer, endi sen bir 11 yoshlik o'smirda hisobda. Sizning hozir tanishlarning asosan o'yin bilan bo'ladi sirtda har kuni maktabdan qaytgandan keyin. Endi seninki mushtachi kundan beri seninki mush o'rganish ahvolingni ko'rdim. Endi sen hozir endi mushundaq his qilsam, sen hozir masabiyang to'liq o'ttirni putagan o'quvchilarniki masalan sen tanlab Mesela bizniki tiyanici çoğutengun diyen dersliklerimizniki salımıqı, Ali mektepninki, kesbninki balalar öğrenilen derslerin asasen tanışıp kaldı. Sen şunun yaxşı düşünüp yanvatsa. Senin qanda arzuyun var, senin bir arzuyun var anlap bakım kevatıdı. Ne yoşuma mınçan? Ben koşacağım. Sen menen çoğum balalaysa, gayret kıldı mı? Hem de ağzından dep koysan hesap emez. Bunu çoğum bütün vücudundan çıkarıp, içinden çıkarıp özağından ki bir başta koşacağı buluşanğa işin için gerek anındaki mi balalaysa? Yani bir yer gelip dadağına yardımlaşan fakat vaxtlık senin asas vazifan çoğum yaxşı oqış, sen özağının arzuyun degендek koşacağı balalaysan, sen aşlap balalayğanlarına hemen to'liq işinime. Ama ders öğreniş birinci orun turdu mu? Naqal. Ondan sonra bugündən başlap mushu ama ustam bilan 11 yaşlıq remontçı ustamniki müşatki öğreniş ahvalı qanday buldu. Əsləmlə bəhrləyimiz. Əmdə bunda qılış asaslı məqsəd, dünyada asa iş yox. Əgər faqat azraq köngül bilsək, çoxum nurg'un işlərini qığıl buldu. Əmdə muşlarninki qığını körəb, bəlkə yana nurg'un dostlar özüge bir ilham tepiş mümkün, özüge azraq bir hərəkətləndirici güç buluş mümkün. Şuna müştaq bir aktiv energiyalik kişilərimizni sizlərə bildirib qoyuşni layiq tapdıq. Xeyr xoş. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamisiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing.